Assalomu alaykum. Biz Akustik eshitish markazi Navoiy filialidamiz. Ushbu filialimiz Navoiy shahar Lev Tolstoy ko'chasida joylashgan bo'lib, bu mo'ljal bo'yicha Navoiy viloyati kasalxonasi ro'parasi hisoblanadi. Bu markazimizda alohida belgilaridan biri bu yerda lor klinika ham tashkil qilingan. Hozir bu yerdagi imkoniyatlar va mutaxassislar bilan ozgina suhbat o'tkazamiz. Qani ketdik. Siz ushbu markazimizga tashrif buyurishingiz bilan sizni administratorimiz kutib oladi. O'z muammolaringizni administratorimizga aytasiz, sizga kerakli mutaxassisni tanlab berishadi. Agar eshitish bo'yicha, quloq burun bo'yicha kasalliklar bo'yicha shifokorimiz, agar faqat eshitish pasayish bo'yicha akustik mutaxassisimiz sizga yordam beradi. Bu markazimizdagi asosiy akustik mutaxassislarimizdan biri Shavkatjon Mirzayev bo'ladilar. Shavkatjon akustik jamoasida yaqin 3 yildan buyon hamkorlik qilishadi, bizda faoliyat yurgizishadi. Shavkat aka, siz misol uchun bu yoqqa mijozlar kelyapti, eshitish moslamalarini sozlab beryapsiz. Bular sizga yana qayta murojaat qilyaptimi? Shunaqa holatlar kuzatilib turibdi, Erkin aka. Mana shu kun ham keldi bir otaxon keldilar, eshitishlarini qaytadan tekshirib ko'rdik. Haqiqatan ham tekshirib ko'rganimizda bilsak, eshitish darajalarida o'zgarish bor ekan. Qaytadan sozlab berdik. Zo'r, yaxshi eshitib turibdi. Muammo yo'q. Qanaqangi holatlarda misol siz o'zingiz tavsiya berasiz, qayta sozlashga kelishdi? Yoki misol uchun har oyda kelib sizga sozlatish kerakmi, yo qanchadir muddat, yo qandaydir bir o'zgarish bo'lgandami? Endi tushuntirib aytamiz. Masalan, o'sha patsientimiz masalan shamollab qolganda, qanaqadir bir lichenalar, davolashlar olgandan keyin eshitishlari o'zgarsa, kelib bemalol qaytadan tekshirtirib, o'zlariga eshitish moslamasini qaytadan sozlab olsalar bo'ladi. U eshitishdagi audiogrammadagi chastotni chiziqlar o'zgarganda, uni albatta qayta sozlash kerak. Qayta sozlash kerak. Endi yana bitta savol kelib chiqadi. Bizda misol ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlar orqali eshitish moslamalarini sotib olishadi. Chet eldan yaqin qarindoshlari jo'natadi sovg'a qilib yoki o'zlari aptekalardan olishadi. Mana shunday eshitish moslamalarini ham olib kelishadimi sizga? Unaqalar ko'p bo'ladi aka. Olib kelishadi. Men mana shu aptekadan eshitish moslamasini sotib oldim, sozlab beringlar deb olib kelishadi. Vaholanki u Xitoy apparatlari, u eshitish moslamasi ham emas, faqat oddiy usletil. Uni o'zlari olib taqqandan keyin vaholanki hamma shovqinni olib beradi-da. U apparat hamma shovqinni olib beradi, keyin o'zlari shovqindan eshita olmasligi, taqa olmasligidan keyin bizlarga murojaat qilishadi. Uni nastroyka qilishning imkoni yo'q deb tushuntirib beramiz.